Oxirgi paytlarda trendga chiqayotgan muammolardan bittasi bu leykoplakiya. Ya'niki ko'p yillardan beri sistit kasalligi bilan aziyat chekib kelayotgan ayollarimizda sistoskopiya vaqtida oq dog'larni ko'rganlaridan so'ng sizda leykoplakiya bor ekan deb diagnoz qo'yish. Bilaman, qanchadan qancha ayollar bu gapni eshitib vahimaga tushgan. Bu qanchalik to'g'ri? Leykoplakiya diagnozini qo'yish uchun biopsiya olib, histologiyada tekshirib diagnoz qo'yiladi. Aks holda bu har bir ko'rilgan oq dog' leykoplakiya degani emas. Achinarlisi shuki, qabulimga kelgan bemorlar ko'pchiligi mana shu leykoplakiyani kuydirishgan yoki qanaqadir operatsiyalar qilishgan, ya'niki sistitdan qutulaman deb. Yo'q, sistitdan hech qaysi qutula olmaydi. Buni kuydirish bu sistitni yanada og'irlashtirish demakdir. Sistit sababi har doim leykoplakiya yoki o'sha ko'rilgan oq dog'lar bo'lishi mumkin emas. Uni sababi boshqa narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun operatsiyaga yoki kuydirishga shoshilmang. Har doim yaxshi mutaxassisga uchrang va sistit sababini aniqlang.